Bugün 2025-yil 12-iyun günü Atiba Agrobank 4 filiali tomonidan bir kontu bir mahsulot tamoyili asosida 4 tumani O'zbekiston hovli fuqarolari yig'inida ijarachilarga ajratilgan yer maydonida ekilgan qovunni monitoring qilish jarayoniga geldik. Hozir kunda qovunlarni unib chiqqan gullash jarayonida agrotexnik tadbirlar amalga oshirilgan, dorasi berilgan. Hozir kunda ishchilar ham ishlab o'tdi. O'toq jarayoni amalga oshirilgan. Qovunlar unib chiqishi yaxshi. Hozir kunda gullash davrida turibdi.